Obunachilarimiz gibrid, BYD so'rab turgan obunachilarimiz uchun ham tokda ham benzinda yuradigan gibrid BYD avtomobilimiz geldi. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan eng full pozitsiyasi. Mashinamiz sostensi zo'r. 48.000 kilometr yurib turibdi. Mashinamiz sostensi zo'r holatda. Poliklar taqilgan, spisanli BYD deb yozilgan ham yozuvlarni poliklarni. Mashinamizning ko'jalari o'zinikida qirilib, tuzilib ketgan yo'q, chitirab yotgan yerlar yo'q. Mashinamizni ham beri chopki. Tak, start stopda mashinamiz 3 xil rejimda yuradi. Sport, eko, normal, голосовой fonli ishlaydi. Голосовойda liboy aytgan ishlaringizni aytadi. Buni olgandan keyin o'ylanmak ham kerakmaydi. Mashinamizni sizlar Akyuk avtosalondan narxini 285 million so'm qilib qo'yadik. 5 million so'm arzonlatamiz. 5 million so'm arzonlatib 280 million pul qo'yib beramiz. Agar avtokreditda chiqaraman Didon obunachilarimiz uchun 50 million so'm bersangizda avtokreditda chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 7 million 200 ming so'mdan 5 yil muddatda chiqarib ketsangizda bo'ladi. Trekking narxida bo'lib turibdi, lekin 1 ponni zaryad bilan, ponni benzin bilan 1200 km yuradi. O'shadan Toshkentga bir borsangizlar bo'ladi, hech yerda to'xtamay. Mashinamiz sostensi zo'r, kraskalar toza, probeklari o'ziniki. Tekshirtirib keyin pulni beraverasizlar. Telefon nomerlar 90 912 30 69. Bu videoni BYD so'rab turgan obunachilarimiz orqali qo'ysangizlar, Akyuk avtosalondan 21 noyabr kuni obzor qildik. Bemalol kelaverasizlar.